qishloqqa ketaman. Qishloqdagilar hatto notanish odam bilan salomlashishadi. Agar bilsangiz, u yerdagilar bir-birlariga hashar qilib uylar qurishadi. Hamma bir-biridan xabardor, kim farzand ko'rdi, kim uylanyapti, kim shaharga o'qishga ketdi bu yerdacha. Bu yerda kecha hamrohing bor edi yoningda. Bugun esa yo'q. Voy dod, manzarani qarang. Obunachilar, voy. Chiroyli joylarni qarang. Voy, joylarni qarang, Alisher. Voy, obunachilar, bilasizlarmi? Shunaqa chiroyli manzara kelasizki, mazza qilasiz ekan. Assalomu alaykum Shahrisabz. Bor ekan-ku. Humon qishloqqa yangi Cobalt muborak bo'lsin. Mana xabarlaringiz bor, Sherali akamiz. Akam bilan o'yiniga ishtirok qilib, mana shu yangi mashinani yutib oldilar. Tabriklaymiz. Iloyim Humon qishloqqa har kuni to'y bo'lsin, shunaqa mashinalarni zo'ridan olib kelaylik. Muborak bo'lsin. Har kuni mashina yutasizlarmi deyman-da, unday. Kayfiyat chata zo'r emas-ku. Yangi keling. Yangi mashina muborak bo'lsin. Mana oldi sotish shartnomasi. Mana bu tex pasporti. Mana bu kaliti. Kalitni bitta ko'taring. Muborak bo'lsin. Yangi obunachilarimizga, eringizga tilakingiz bo'lsa ayting. Hammaga rahmat. Sizlarga ham mana shu xo'jayinimni shuncha sabr toqatlariga Allohning mukofoti bo'ldi deb o'ylayman. Alloh yanada bundan-da martabasini ulug'lasin xo'jayinimni. Iloyim. Yaratganlar rohatini birgalikda ko'raylik davrda. Men ham tushunmayman. Taxtiga og'aynilari, dadalari, meni og'aynilarim hammasi sog' bo'lsin, xalqimiz omon bo'lsin. Mana obunachilarga o'ynaysizlar, haqiqat ekan, rost ekan. Bunga xo'jayinim ashaddiy muxlisida omad ekan, yutib oldi, anchalarni qatnashib kelardi. Hammalaringizga rahmat. Muborak bo'lsin. Qilgani, siz ham bitta tabrik qilingani. Assalomu alaykum. Humon Shahrisabz, Humon qishlog'ining ahli. Mana kuyovim harakat qilib o'ynagan ekan. Akam bo'lasiz nimasiga mana mashina yutdi. Mana shu Humon qishlog'iga yana ham xalqimiz, shu xalqlar, odamlar yutaversin, o'ynabsin. Bu rost ekan mana. Ishonch ekan, haqiqatan ishondik. Mana kecha borib mashinani dokumentlashtirib, bugun mana olib keldilar. Mashina yangimi? Mashina yangi, mana qarab ko'ringizlar, o'zlaringizlar. Mana So'hrab akamizga katta rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Charchamasdan mana shu Qashqadaryolarga, butun O'zbekiston Respublikasiga mashina tarqataversin. Iloyim. Rahmat. Mana shu yerda yig'ilganlar ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamma mashinaga Xudo muyassar qilsin. Muborak bo'lsin. Qani bu? Sizdan bir gapiring qayman. Assalomu alaykum qishloq ahlilar. Mana o'g'limiz yutuqotdim, bundan yana yutuq ishlari oldinga ketaversin. Hammani shunaqa mashinaga yetkazsin. Hammani ishiga omad. Iloyim, rahmat. Odam bo'lsa hayajon bilan gapirolmayapti o'zi. Siz Sherali akamizni dadalari, to'g'rimi? Dadasiman, haqiqatan. Ishongan edingiz mashina olib kelib beradimi, yo'qmi deb? Yo'q, oldiniga ishonmadik. Illa ishonmadik, top bu yerdan ko'rguncha keyin ishondik-da. Tabriklaymiz. Rahmat sizlarga. Yaxshi kunlaringizga mining bu. Rahmat sizlarga. Bundan zo'r mashinalaringizga ega bo'ling. Ya nasib. Iloyim. Ishlaringizga omad. Rahmat. Doim e'tiborda yuringlar. Tabriklaymiz bu. Tabriklaymiz. Yana tabrik qiladiganlar. Tog'a keling qani. Tog'am bo'lasiz, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Hurmatli Humon qishlog'i ahli, hurmatli og'aynilar, hurmatli do'stlar. Mana bugun yig'inimizni bir yaxshi kunida
Xudo nasib qildi mana shu Kabalov mashina yetib olishni. Ovga qarang, to'g'ri. Mashina doim yaxshi kunlar o'rganilsin. Opgan yigitlarni ham Xudo shu mana shunday 50 xizmatiga 100 yoshlarda ham xizmat qilib ato qilsin yigitlarga. Mana shu yigitlarni mana bugun Xummon qishlog'iga birinchi marta kelishi bo'lsa, bundan keyin bir nechtadan mashinalar olib qishloqda yigitlarni Xudo omadini bersin. Sizlarga rahmat o'g'il. Rahmat. Sizlarga rahmat. Jiyanimdan keyin ham omadini berursiz. Iloyim. Rahmat. Tabriklaymiz bova. Biz Hummonga kelganimiz, lekin Shahrisabzga ko'p mashina olib kelib berganmiz. Hummon ham zo'r joyga joylashgan ekan. Juda zo'r joy ekan, mazza qildik kelib. Olishda emas bu. Akalar kelinglar akani, bir sizlarning fikrlaringizni olaylik. Keling aka. Sizdan bir gapiring qani, qo'shinglar. Bo'lalar, kelinglar. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Mashina muborak bo'lsin. O'zingiz fikringizni obunachilarimizga aytib bering. Mana yaxshi gaplar gapirildi. Shu gaplarga qo'shilamiz. Shu kamol yutibdi. Yaxshi kunlarga ishlatdi mashina. Yaxshi kunlarga minsin. Mana sizlarga ham o'qilingizga katta rahmat. Xizmatlaringiz uchun mana shunday ko'p marotaba elga xalqqa xizmat qilyapsizlar. Iloyim. Mana shunday ukamizdan yaxshi kunlar ko'payaversin. Iloyim. Sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat, tabriklaymiz. Mana apam xo'jam yutibdilar. Shularga hamisha yaxshi kunlariga minib yurishsin. To'ylariga minib yurishsin. Yana ham katta yutuqlarga erishsin. Iloyim. Ishonchli o'yin ekan. Rahmat. Yutuqlar kelganiga ham rahmat. Rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Perişan halime var mı ikbalım? Yüzleri ayıp, lebleri balım. Perişan halime var mı ikbalım? Yüzleri ayıp, lebleri balım. Yar bulup beni, yar bulup beni, yar bulup beni bir bari halime. Sorasay sorab koy her camingden, sorasay sorab koy her camingden.